Telegramdan arzonga start sotib olamiz. Botga start beramiz. Start bergandan keyin menyular chiqadi. O'zingizga keraklisini tanlab olasiz. Start sotib olish, brend sotib olish, NFT sotib olish. Bizga keraklisi start sotib olish. Bizga 350 stars kerak va narxlar bilan tanishib chiqsangiz ham bo'ladi. Juda ham arzon. Stars kimga kerak bo'lsa, o'shaning username'ini kiritasiz. Misol uchun meni ikkinchi akkauntimga kerak. Kuchukcha Fozilov 2006 yozaman. Yokida o'zingizga kerak bo'lsa, o'zimga degan knopkani bossangiz ham bo'ladi. Yuborganingizdan so'ng bot sizga narxini, karta raqamlarini chiqarib beradi va o'sha karta raqamga ko'proq tugmasini bosib turib, kartaga to'lov qilsangiz bo'ladi. Xohlagan ilovangizdan to'lov qilib botga chekni yuboramiz va bot esa chekni ko'rib chiqqan holatda sizga stars tashlab beradi. Starslar qanday keladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, starslar mana bundaqangi holatda akkauntingizga kelib tushadi. Promstar botida hech qanday muammo bo'lmaydi va arzonga Telegram Premium va starslar sotib oling.